Bismillahirrohmanirrohim. Sharh surasi. Alam nashroh laka sadrak. Birinchi a bilan boshlanyapti. Alamda mimni sukunini to'liq beramiz. Nashrohda shda sh degan sifati bor, ya'ni tafashshi deyiladi. Sh degan tovush chiqish kerak sukunli bo'lib kelganda. Nashroh ro tafhim yo'g'on, hada ham sukunini beramiz. Nashroh laka sadrak de qalqala. Sod yo'g'on harf tafhim. Yo'g'on o'qiymiz o'zi istilo harfidan. Sadrak deganda keyin ham sukunli bo'lganda o'zini sifatini chiqarish kerak. Sadrak bo'lib qolmasin. Sadrak k bo'lib chiqish kerak. Va wada'na anka wizrak. Do yo'g'on harf. Va wada'na do'na bo'lib bir yo'li taqalish bo'lib ketish kerak emas. Unda hamzaga o'xshab qoladi. Va wada'na ayngacha ichkariroqqa olib kirib chiqariladi. Va wada'na nundan keyin tabiiy bor. Anka nun kega ixfa bo'lyapti. Chiqadigan nunda keri chiqadigan joyga yashiramiz. Anka wizrak. Wizrak bo'lib tez o'tib ketmaymiz. Zda zillagan z deb turadigan sifati bo'ladi. Wizrak. Wizrak r yo'g'on aytiladi tafhim qilib. Allazi, ya'ni mana bu alif ustiga o'zimiz a qo'yib aytamiz. Allazi zada til bosamiz. Ya undan keyin kelgan mana ya harfimiz mat harf. O'zidan keyin hamza kelayotgani uchun munfasil bo'lib uzoqroq cho'ziladi. Anqadallohrak. Anqadoda nun qof harfiga yo'liqyapti. Ixfa bo'lyapti. Nunda qofni chiqadigan joyga yuqoriroq qilib yashiramiz, chunki qof yo'g'on harf. Anqadallohrak. Va rafa'na laka zikrak. Va ro yo'g'on tafhim. Fa'na ayn deb beramiz sukunni. Na nundan keyin alif mat bor, tabiiy mat 1-2 deguncha cho'ziladi. Zikrak keda sukunlarini beramiz, ro'da yo'g'onligini beramiz. Mozida ozgina til bosamiz. Ya'ni tilimizni uchi tishimizga ozgina tegadi. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna mana fa'dan keyingi alif fa'ni mat bilan adashtirmanglar. Cho'zishmas. Bunda tagida hamza kelganligi uchun bu alif. Fa inna fa keyin i. Fa inna nun tashdid g'unna bilan kelyapti. Ushab turamiz. Fa inna 4-5 deguncha ushab tursa bo'laradi. Ma'al lamni sukunini beramiz. Usri yusra. Usri yusra bo'lib ketish kerak emas. Usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Innada g'unna bor. Tashdidli kelgan uchun ushab turamiz g'unnasini. Ma'al usri yusra. Oxirini alif mat bilan to'xtayotganligi uchun cho'zib to'xtaymiz. Fa iza farag'ta fansab. Fa izada mana fadan keyin ham alif mat bilan adashtirib olamiz. Bu ham i. Zadan keyin alif mat bor. Fa iza farag'ta. Ro yo'g'on, g'o yo'g'on. Fansobda nunni sodga ixfa qilamiz. Mana o'rtadagi alif o'qilmay qoladi. Mana seriyada ochiq qilib yozib qo'ygan. Oxiri qalqala. Fansob. Va ila robbika farg'ob. Farg'ob. Ro qalqala bo'lib ketmasin. Va ila mana i hamza bilan alif kelyapti. L ustida kichkina tabiiy mat bor. Robbika ro tafhim yo'g'onroq aytamiz. Farg'ob. Farg'ob. Mana o'rtadagi alif o'qilmay qoladi. Roga urishtiraveramiz. Bda qalqalasini berib to'xtaymiz. Sadaqallohul azim. Alloh manfaatli qilsin.